Xudo xolasa 25 kunmi qoldi. Kelgandan beri o'zgarishlar yaxshi. Bosh og'riqlarim qoldi, qonim suyulib, asabiylashligim qoldi. Asosan chirikmaydan rengim ko'p oshardi, oshmayapti Xudoga shukr. Ayniqsa bahorda qiynalardim, chunki havo bulut bo'lsa ham chirikmayim ko'p oshardi. Endi oshmayapti Xudoga shukr. Yuragim sanchib turardi, sanchiqlar kamaydi. Jigarim ozgina qandaydir og'riganini bilmasdim, baribir achishib qanaqa turardi, u narsalar qoldi. Keyin o't qopim ko'p anaqa qilardi. Nima deydi, o't qopim ko'p bezovta qilardi. Unaqa narsalar qoldi, Xudoga shukr. Yaxshi, hozir kelgandan beri bezovta bo'lmayapti hech qaytim. Shu endi faqat ko'proq varikozum ko'pligi uchun oyog'im ko'p og'rirdi, tomirlar tortishardi. Tomirim tortishi ham qoldi. Varikozlarim ham ozgina silliqlashib, sal ingichkalashdi, tekislashdi shekilli. O'zgarishlar ko'p, Xudoga shukr. Tomir tortishlar yo'q. Tomir tortishi yo'q, Xudoga shukr, tortishmayapti. O'sha novvoyxonada ishlaganingizda tez charchab oyog'ingiz aniq qolardi. Ha, qishib ketadi. Umuman ikkita oyog'im kecha do'mbira bo'lib qishib ketardi. Endi hozir yo'q, Xudoga shukr, ancha yaxshi ko'karib alinaqa bo'lib ketgan edi. Hol bo'lib, yo'q, yaxshi. Sekin-sekin. Hammadan tomir tortishganda qiynalardim. Yomon, kechasi voy-voylab dodlab yurardim. Yo'q, tomirim tortishmayapti, Allohga behisob shukr. Yaxshi, ancha o'zgarishlar yaxshi. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Yana ham sog'ayib keting, ko'rmagandek bo'lib. Rahmat aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling.